Vatandan kelgan uchurlar. Sharq Turkistonda ko'plagan Uyg'ur kadrlarga Xitoy bolalarni beqivilish seliqi tushgan. 2021-yili 8-oyning 27-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistondagi ba'zi Uyg'ur kadrlar hukumatning o'rinlashtirishi bo'yicha Xitoy bolalarni beqivilishi kerak ekan. Uyg'ur kadrlardan ayol har ikkilisi partiya a'zosi bo'lsa, hamda ikkisidan biri amaldor bo'lsa, yetim Xitoy bolalarni beqivilish shartiga to'g'ri keladi ekan. Texi yaqindala yetim qolgan Uyg'ur bolalarni millat ayrimay hukumat kadrlariga beqivilishga berib tilganligi haqida uchur tarqalgan edi. Xitoy Sharqiy Turkistonda 4,5 million nüfusning ko'payishini cheklamoqchi. Amerika haftalik xabarlar to'rining 25 avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi kelgusi 20 yilda Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan 4,500,000 nüfusning tug'ilishining oldini olaydi ekan. Germaniya tadqiqotchisi Adrian Zenizning bildirishicha, Xitoy hukumati yaqinqi yillardan beri Sharqiy Turkistondagi milliy nüfus qurilmasini a'lolashtirish, diniy oshqunlikni yo'qotish qatorliq turlik nomlar bilan Uyg'ur va Turkiy millatlarni assimilyatsiya qilishni davom qilayotgan bo'lib, Sharqiy Turkistonda nüfusning eshishi ko'rinarlik tuvanlagan. Sharqiy Turkistonning janubidagi rayonlarda bo'lsa, nüfusning eshish sur'ati nolga tushib qolgan. Zeniz efendimning tadqiqoti Xitoy hukumati oshkorlagan hujjatlarni asos qilgan bo'lib, Xitoy majburiy tug'utdan cheklash, boshqa yurtga surgun qilish qatorliq razil vositalar orqali nüfusning eshishini qattiq kontrol qilgan. Adrian Zenizning statistikasiga asoslanganda, Xitoy Kommunistik partiyasining rayonda yurgizgan razil siyosati 2040-yilga qadar taxminan 4,500,000 nüfusning kemiyishini keltirib chiqardi ekan. Amerika Huawei'ga mikro o'zak setishni tasdiqladi. New York Pochta gazetining 26 avgustdagi xabarda deyilishicha, chorshanba kuni Biden hukumati qora tizimlikdagi Xitoy telegraf shirkati Huawei'ga mikro o'zak setish ijozatnomasini tasdiqlagan. Sobiq prezident Donald Trump mezgilida Huawei'ga cheklama qo'yilgan va bu cheklamalar hozirgacha saqlanib kelgan. Bidenning bu qitim Huawei'ga o'zak setish ijozatnomasini tasdiqlashi Amerikada nurg'un kishilarning tanqidiga uchirgan bo'lib, Amerika amaldorlari Xitoyning bu shirkatini jasuslik bilan shug'ullandi deb qaraydi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu xabar Xitoy virusi sababli o'zakka bo'lgan ehtiyoj eshiyotgan bir mezgilda e'lon qilingan bo'lib, ikki palataning yuqori darajalik amaldorlari Bidenning bu harakatini kuchli tanqid qilgan. Marrakesh soti İdris Hasanni o'tkazib berish yig'inini kechiktirdi. Yeni Arab xabarlar to'rining 26 avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Marrakesh soti payshanba kuni Xitoy tarafdan terrorlik bilan ayblanib, Marrakeshda tutib qilingan musulmon İdris Hasanni Xitoyga o'tkazib berish qarorini kechiktirgan. İdris Hasan bexatar davlatga berish maqsadida Turkiyadan Marrakeshga uçqan safarida 19-iyul Xitoy hukumatining talab qilishi bilan Casablanca aerodromida tutqun qilingan va 2017-yili Xitoyda yuz bergan terrorlik bilan chetishlik deb ayblangan. Xalqaro kechirim tashkiloti oldingi oyda İdris Hasan majburiy Xitoyga qaytarilsa, uning hayoti xavfga uchraydiganligini ilgari surgan bo'lib, navbatda Marrakesh soti Xitoyning talabi bo'yicha uni Xitoyga qaytarish qarorini kechiktirgan. Erkinlik yurishi fidoyilari Uyg'urlar uchun piyoda mangdi. Yaqinda bir Amerikalik oilaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish nomi bilan elib borgan Koloradoda piyoda mingish harakati diqqat qo'zg'agan.
Ular bu 485 İngiliz mili keladigan musafini piyoda minib 28 avgust tamamlagan bo'lib, bütün musafini tamamlashga jami 6 hafta vaqt ketgan. Harakat jarayonida ular kishilarga Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq dafsandichilik va irqiy qirg'inchilikni anglatgan. Ularning bu harakati ko'plagan kishilarning olqishiga erishgan bo'lib, Zimiston qish to'ri bu haqda maxsus maqola e'lon qilgan. Sarxillar ma'rifi harakatda 2021-yili yozliq ta'tillik maktab programmasining xulosa yig'ini tunugun tushdan keyin o'quv Uyg'ur bilik yurti faoliyat zalida g'albilik oxirlashdi. Sarxillar ma'rifining eng dastlabki o'qitish loyihasi 2020-yili yozda fizik fanlari doktori Mahmudjon Letib tarafidan o'tirg'i qo'yilgandan keyin Uyg'ur Project fondining va Uyg'ur jamiyatidagi bir qism ziyolilarning kuchlik qo'llashiga erishgan va shu yili oktyabr oyida Turkiya miqyosida bir necha qitimliq yeziqcha va yuzturani imtihonlar orqali eng dastlabki imtihonga tizimlatgan 100 ga yaqin o'quvchidan adil tanlashlar natijasida tunji turkumda jami 16 nafar o'quvchi tanlab 2021-yili 1-yanvardan boshlab internet orqali rasmiy o'qitishni boshlagan. Egallanishicha, Sarxillar ma'rifi Turkiyani asos qilgan holda talantliq va belgilik yoshirin kuchi bo'lgan Uyg'ur o'quvchilarni dunyoviy dongliq universitetlarga nuqtaliq tarbiyalash, o'z ona tili va madaniyatini unutmagan, millatiga xizmat qila oladigan yangi bir avlod sarxillarni yetishtirib chiqish maqsadida qurilgan bo'lib, qabul qilingan o'quvchilar bu xil universitetlarga kirish uchun shart bo'lgan ingliz tili va boshqa fanlar bo'yicha alayida tarbiyalanadi ekan. Har qaysi sohalardagi Uyg'ur sarxillari taklif qilinib, o'quvchilarning dongliq maktablarga qabul qilinishining oldingi sharti bo'lgan ijtimoiy faoliyat natijalarini qo'lga keltirishiga, shundaqla turli iltimos tayyorliklari va rasmiyatlarga yetakchilik qilinadi ekan. Buning bilan birlikda o'quvchilarga yana Uyg'ur til adabiyoti va Uyg'ur tarixi darsligi zarur darsliklar qatorida o'tiladi ekan.